Hurmatli hamyurtlar, mana bu mahsulotlarimizni high-tech elita nomlab ishlab chiqarilgan bu mahsulotlarimiz. Ustunlari yong'oq, xudo xolosa qolgan har bitta detal joyini alohida urg'u berilib, sasna mahsulotidan ishlab chiqarilgan. Pollari ham bilayin holatda zo'r taxtalardan ishlab chiqarilgan. Men taylarni ham ko'rsatib qo'ysak, xudo xolosa 4 tadan balkalari bor. Ko'rdinglarmi akalar? Endi o'z fikringizni bildirib ketinglar. Qaranglar, 360 gradusga aylanadigan to'ralar oyog'ida ham noshkalari, balonlari aylanadigan g'ildirlarni yaxshilaridan qo'yib qo'yganmiz. Razmerlari keladigan bo'lsak, razmerlari 2,5-3 joyga tushadi. Endi metrda o'lchab qo'yadigan bo'lsak, akalar, razmeri to'liq holatda 240 ga 290 chiqadi. Elita deb nomlab qo'yganimizga uyda elita pardalarimiz bor, xuddi shunaqa nomida. Qaranglar akalar, mana elitalar chiroyli qilib, pardani singari chiroyli holatda o'ymakorlik qilib ishlab chiqarilgan bu mahsulotlarimiz. Pollari ham 2 kilo laklardan mana yiltillashiga o'zingizlar baho berib ketasizlar. Endi salafanni ochgandan keyin salafanini ham alohida tiniq holatda bo'lib qoladi. Salafanni tagida ancha-muncha so'rlarimiz ham ko'rinmaydi. Endi bu mahsulotlarimizni Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab dastavkasi tekin. Xudo xolasa, baribir dastavkasini o'zim qilib olaman, jahon bozoridan olib ketaman desanglar, albatta aytilgan narxdan tushib beraman. Qaranglar, bu mahsulotlarimizni Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab $400 yoki 4,8 million so'mga dastavkalari bilan qilib beraman akalar. Narxi ma'qul kelgan bo'lsa bittadan like bosib, fikringizni bildirib ketinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Keyingi modelimiz xudo xolasa atirgul.